Aytadilar, tug'ilgan kun nishonlamaymiz, lekin har yili to'yimiz bo'lgan kuni turmush o'rtog'im gullar, sovg'alar olib keladilar. Bu joizmi? Kofirlarga taqlid bo'lmaydimi debdilar. Albatta taqlid bo'ladi. Nimaga aynan o'sha kuni olib kelishadi? Gullar, sovg'alar. Har kun bersin kerak bo'lsa gul sovg'ani, lekin bir kunga qaytarilmaydi. Har doim shuni bilinglar, bitta qoida bu. Har qanaqangi bayramda qo'llaniladigan bitta qoida. Har doim yilda bir kunida aylanib kelganda bayram, sovg'a deb tabriklanib beriladigan narsalar ikki hayitdan boshqasi bidat bo'ladi. Chunki o'zi hayit nima degani? Hayit ayit so'zidan olingan. Ayit so'zi arab tilida qaytib kelish degani. Har yil qaytib keladigan bayram degani. Ayitni kim ayit qilib bergan? Nabiy sallallohu alayhi vasallam hadisda aytganlar: "Innalloha abdalakuma khayron minhuma." Alloh sizlarga u ikki hayitinglardan yaxshi hayitni almashtirib berdi deganlar. Ya'ni buni Madinaga kelganlarida ansorlar Navro'z va Mehrijon kunini bayram qilayotganda aytganlar: Alloh sizlarga bu ikki kundan boshqa ikkita hayitni almashtirib berdi deganlar. Mana shu hadisdan olinib aytiladiki, demak har yil aylanib kelganda bitta kunda inson sovg'a salom qilib, tabriklar qilishi bu hayit deyiladi va hayitni Alloh belgilaydi. U endi tug'ilgan kunmi? Har yil falon kuni. O'lgan kunmi? Navro'zmi? Yangi yilmi? Nikoh kunimi? Xotira kunimi? Va hokazo har qanaqangi kunlar bo'lishidan qat'iy nazar. Bu o'sha kofirlardan kirib kelgan tushunchalar. Bilmadim meni nima uchun endi bir musulmon inson qiladi bu ishni. Hozirgi zamonda ayniqsa bu o'zi musulmonlarga ko'rilayotgan holatlar ko'rinib turibdi-ku, boshiga tushayotgan narsalar. Shuning uchun bu ahvolda yana bu narsalarni bayram qilib yurilishi aniq o'sha kofirlarga taqlid. Buni qilmasligi kerak, vallohu alam.